Asrlar davomida Zamzam qudug'ida bir necha bor o'zgarishlar bo'ldi. Ulardan ba'zilarini eslatib o'tamiz. Xalifa Harun ar-Rashid davrida quduq bir necha arshin chuqurroq qazildi. Xalifa Mahdiyning davrida ham shunga o'xshash ish qilindi. Xalifa Aminning davrida esa uning chuqurligi 40 arshinga yetdi. Xalifa Mu'tasimning davrigacha Zamzam qudug'ining usti ochiq bo'lgan, keyinroq uning usti yopilgan. Vaqt o'tishi bilan boshqa o'zgarishlar ham kiritilgan. Abbosiy xalifalik davrida Zamzam suvi quduqdan tortib olinib, usti ochiq hovuzga quyilar va odamlar suvni ulardan olishardi. Keyinchalik suv saqlanadigan omborlarga jo'mraklar qo'yildi. Zamzamchilar meshkoplarda odamlarga suv tarqatadigan bo'lishdi. Saudiylarning davriga kelib, ko'pgina ishlar qilindi va qilinmoqda. Hijriy 1377-sanada tavof qiluvchilarga qulaylik tug'dirish maqsadida Zamzam uyi yer ostiga olindi. Uning ustidan ham tavof qilish yo'liga qo'yildi. Quduqning o'ziga temir betondan devor qilinib, ustiga marmar qoplandi. Hijriy 1399-sanada Zamzam qudug'ining chuqurligi 18 metr 60 santimetr edi. Hijriy 1983-sanadan boshlab Zamzam suvini motorda tortib olish yo'lga qo'yildi. Haram-i Sharifning ostiga tortilgan suvni to'plab sovutadigan markaz qilindi. Bu markaz Marvaning ostida bo'lib, markaz va unga tegishli barcha narsalar so'nggi zamonaviy asbob uskuna va kompyuterlar bilan jihozlangan. Markazdagi suvga Zamzamning o'zidan qilingan muz qo'shiladi. So'ngra hamma taraflarga tarqatiladi. Hozirda Haram-i Sharifning o'zida 733 ta jo'mrakdan suv ichish mumkin. Buning ustiga 8000 ta maxsus katta termoslar ham doimiy ravishda Zamzam bilan to'ldirib turiladi. Ammo Zamzamni tarqatishda shu bilan kifoyalanib qolinmaydi. Haram-i Sharifdan uzoqroq joylarga Zamzamni idishlarda olib ketish uchun markazlar qilingan. Ulardan millionlab hoji va umra qiluvchilar ko'tara olganlaricha olib ketishadi. Suv tashish mashinalarida tinmay Madina-i Munavvaraga va Saudiyaning boshqa shaharlariga Zamzam tashiladi. Shunchalar ko'p ishlatilishiga qaramay, kichkina bir quduqning suvi hech kamaymasligining o'zi katta mo'jizadir. Oxirgi sel paytida Zamzam mo'jizasini ko'rgan ikki kishining kaminaga aytishlaricha, Haram-i Sharifni sel loyqasi qoplaganida Zamzam loyqaning ustidan ko'tarilib, pok-pokiza holda otilib chiqib turavergan. Loyqa ko'tarilsa, Zamzam ham ko'tarilib boravergan. Sel qaytib, loyqa pasayganda, Zamzam ham uning ostidan pasayib, oxiri o'z o'rniga tushgan. Alloh taolo barchamizga Zamzamdan qayta to'yib ichishni va maqsadlarimizga yetishni musharraf qilsin. Amin.